Hammaga assalomu alaykum. Bugun siz bilan Hujjat Fayrajon va Taroz Class kompaniyasi. Bu tarozimiz avtomobil tarozi bo'lib, eni 3 metr, uzunligi bo'lsa 15 metrdan tashkil topadi va qo'shimchasiga yangilik bankomat. Bankomatga pul tiqasiz, sizga chek chiqarib beradi. Chekda esa mashinani gost nomeri, bugungi sana, minut, soat, sekund vaqtlari va oxirida kilogramm chiqarib beradi. Xuddi shu tarzda ishlaydi bu tarozimiz. Ko'rib turganingizdek, biz hozir Buxoro viloyatida Galasiyo degan joy bor. Shu Galasiyoga yetib keldik. Mana zapravka. Benzin zapravkani ichida avtomobil tarozini qo'yib berdik. Bu avtomobil tarozida qulaylik taraflari juda ko'p. Bu suv so'ramaydi, ovqat so'ramaydi. Mol, yem, u narsa yo'q. Tarozini qo'ydingiz, o'zi soyada dam olib yotasiz. Bu imminna shunaqa akalarimiz uchun aytishadi-yu, puling quyoshda, o'zing soyada dam olgin deb. Aynan shu biznes mana shu taroziga tegishli gap. Bu tarozimiz железобетон tarozi hisoblanib, o'rtasi yopiq, ana shunday chiroyli yasalgan tarozi. O'zim ham havas qilaman, xudo xolasa metan zapravka, propan zapravka, elektr zapravka va shunaqa benzin shoxobcham xudo xolasa sotib olsam, men ham niyat qildim xuddi shunaqa avtomobil tarozi sotib olishni va yaxshi daromad qilishni. Sizlarga ham shuni niyat qilib qo'yaman. Shunaqa tarozlar xarid qilishni, sizlarni ham kelajakda yoki hozirda shunaqa возможностьlaringiz bo'lsa, zapravkalaringiz bo'lsa, sizlar ham bemalol qo'rqmasdan qo'ysangizlar bo'ladi. Endi buni men sizlarga plyuslarni gapirib o'tsam. Bu tarozi shunayki, tarozini sizni bo'sh joyingiz bor, zapravkangiz bor va joyingiz bo'sh turibdi. Mana shu bo'sh joy pul olib kelishni xohlaysizmi? Unda mana shu tarozini o'rnating. Bu tarozimiz kuniga 400 mingdan to 1,5 million, 2 million endi Alloh beraman desa beraveradi, yo'q ketaveradi. Kamida 400 ming so'm ishlayapti hozirda. Bu deganiki, bir kunda 400 ming bo'lsa, 30 kunga necha pul bo'ladi bu? 12 million bo'ladi. 12 millionimiz bu $1000. Tarozimiz atigi bo'lsa 17 ming, 18 ming dollarlar atrofga chiqyapti hozirda. Bu deganiki, kamida 1,5 yil, 1 yilda narxini oqlayapti tarozi. Eng kam. Men bilgan joylar bir oyda 40 milliongacha daromad ko'ryapti. Bu deganiki, kuniga 1 million 200 mingdan degandi. Qayta siz bir kunda kamida shu 400 mingdan ishlasangiz $1000. Bu yaxshi degani. Xuddi uy sotib oldingiz 60 ming dollarga markazdan va yana 15 ming 20 dollar pul tiqib, uyni yashash sharoitiga moslab remont qildingiz va ijaraga beryapsiz. Ijara bersangiz 500-600 dollar ijaraga berasiz. Ertaga ijarachi o'zini uyi bo'lmagandan keyin xohlagancha yashaydi, rasvo qiladi. Buni qaytib siz yana ta'mirlashga yana pul xarajat qilasiz. Va bu 80 ming dollarga tushgan uy sizga necha yillar davomida o'z pulini oqlaydi. 20 yil, 25 yilga o'z pulini oqlaydi. Bu tarozi esa bor yo'g'i 1 yil, nari ketsa 1,5 yil. Mayli 2 yil ketsin va zato shu tarozi pulini oqlaydi. Kuniga 400 mingdan kelib tursa, bu nimasi yomon? Bu juda yaxshi taklif. Men reklama qilmayapman. Sizlarga yetkazib bermoqchimanki, shu zapravkalaringiz bo'lsa agar, tarozi qo'ysangiz, pushaymon yemaysiz. Pulingiz havoga ketmaydi. Investitsiya qilasiz. Hamma boylar investitsiya qiladi. Hozir mashina, qimmat uylar sotib olish trendda emas. Trendda faqat odam o'ziga o'zi investitsiya qilish kerak. Pulni cho'qiradigan, daromadni olib keladigan joylarni ko'paytirish kerak. Va bemalol dam olib, oilangiz oldida mazza qilib chet elga chiqib yuringlar. Ana shu tarozidan qo'yib, mazza qilib rohatini olinglar. Bu tarozimizga kiradigan bo'lsak, endi bu tarozimiz boya aytganimdek, endi 3 metr, uzunligi 15 metr va 10 kilodan boshlab 120 tonnagacha o'lchay oladi. Bu tarozimizga biz mana shu platforma qismiga 15 yil garantiya beramiz. E'tibor qiling, 15 yil. 15 yil ichida yo shox gado bo'ladi, yo eshak o'ladi. Shunday ekan,
Marhamat, mazza qilib ishlatinglar. Sizlarga Tarozi Class 15 yil garantiya beryapti mana shu platformaga. Shu platforma etaga sinib bukilib tushsa, sizga hech qanday e'tirozsiz sizga shu platformani yangisiga almashtirib beramiz. Bizni bilmaganlarga, biz Tarozi Class kompaniyasi O'zbekiston Respublikasida 20 yildan beri ish faoliyatimizni olib boramiz. Biz O'zbekistondan tashqari o'zimizning 5 ta qo'shni davlatlar, bular Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistonga eksport qilamiz. Yaqinda videoda silka qoldiraman, Instagramni yaqinda Qozog'istonga chiqartirdik va Tojikistonga ham yubordik. Ikkalasini ham sizlarga videolarni tashlab beraman. Ko'rishingiz mumkin kirib Instagram profilimizda. Bu tarozimiz mustahkam yasalgan. Juda ham sifatli va dizayn tarafidan chiroyli yasalgan tarozimiz. Tarozimiz uyaltirmaydi. Bu tarozimizga bir dona 220 tok kabelni o'tkazib qo'ysangiz, shuni o'zi bas, yetarli. Bitta tok bilan ishlaydi. Tok hamma joyda bor, muammo emas. Svet o'chgan taqdirda ham 3 sutka ichida akkumulyator bor, o'chmagan holatda ishlab bera oladi. Akkumulyatori bor, stabilizatori bor va sim kartasi bor ichida. Bu onlayn ishlaydi. Bankomatga pulni tiqdingiz, shu vaqtning o'zida telefoningizga Telegram botga ulangan holda sizga SMS keladi. Falon vaqtda falon summa tushdi deb xabar keladi. Hozir pul tiqdingiz, sirazi SMS keladi. Bu juda oddiy, oson va o'yin oxirida dashbord nimasi bor. Shu dashborddan bir oyda necha pul daromad qilganingizni ko'rsangiz bo'ladi. Naqd pul tiqsangiz ham bo'ladi, karta orqali to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Operator, keling shuni bir ko'rsatamiz. Bankomat qanday ishlashini. Aziz yurtdoshlarim, mana mashinamni keltirib qo'ydim. Hozir real kuzatib boramiz. Real voqea, ana mashina chiqdi va bankomatning oldiga kelamiz. Bankomat bizdan o'zi pul so'raydi. Ana to'lanishi kerak 15 ming so'm so'rayapti. Shu pulni solishimiz kerak 15 ming so'mni. E'tibor beramiz, bankomat zdachi bermaydi. Bu yerda mashina davlat raqami. Mashina davlat raqamini yozamiz. 80 338 MBA. Ana taraflar bilan o'zi yozib berdi. Dalini bosamiz va 15 ming so'm solamiz. Hozirda menda 15 ming pulim yo'q, 20 ming so'm pul tiqaman. Ana pulni tiqayapman. Pulni oldi va to'landi, 20 ming chiqdi. Tasdiqlash knopkasini bosaman va mana chek chiqarib berdi. Keyingi shu chekni ko'ramiz. Boshida bu bizning kompaniyamiz Tarozi Class va mashinani davlat raqami 80 338 MBA. Ana xuddi shuni raqamni chiqarib berdi bizga va bugungi sana 01.07.2026 vaqt 14:32 56 sekund. Mana bizning vaqtimiz. Mana 14:33 ana 14:33. Bugun sana 1. Mana og'irligi esa 1380 kilogramm. Shu mashinamizning vesi shunday chiqaryapti. Manzil Buxoro viloyat, Buxoro tumani, Qavola Mahmud, MFY Qavola ko'chasi, telefon raqam. Bu telefon raqam mana shu zapravkani egasining telefon raqamlari. Va bizni Google'dagi saytdagi nimamiz, nomimiz Tarozi Class yozsangiz Google'da ham bor biza. Shunday qilib chek osonga chiqadi. Bu juda qulay, juda oson. Bu yerda e'tibor bersak, zapravkaning atrofida uylar, trassa, o yerda parnik, yerlar, dalalar turibdi. Bu yerda ham dala, ekinlar ekilgan. Mana shu ekinlar har yil mavsumda mana shu taroziga chiqib, yuklarni o'lchab, pul solib qilishadi shu ishni va bizning tadbirkorimiz shuni ustidan daromad qilyaptilar. Boya aytib o'tganimda, bu tarozi eni 3 metr, uzunasi 15 metr, 10 kilodan 1 tonagacha o'lchaydi va bu tarozimiz Chakman, Fura,
Tanar, Labo hammasi sig'adi. Kelinglar, bir boshdan yana takrorlab o'tamiz. Motosikl 3 kolesalik, muravynik deymiz. Traktor 3 kolesalik, u ham sig'adi. Ikkita teleshkasi bilan kirsa ham sig'adi. Ketdik. Kichkina Isuzu, katta Isuzu, Chakman, Hova, Tanar, Fura sig'adi. Bemalol hammasi sig'adi shu taroziga. U asfalt zavodining yuki bo'lsin, beton zavodining yuki bo'lsin, sement zavod bo'lsin, hamma yuklarni bemalol o'lchay oladi. Mana shunaqa, kimga ham shunaqa sifatli tarozlar kerak bo'lsa, taroz klassga murojaat qiling. Biz sizni uyaltirmaymiz. Sizga eng yaxshisini, eng sifatlisini taklif qilamiz.